Xullas 3 soat vaqtim ketdi. Mana shu kitobni o'qib chiqdim hozir. Men o'sha ota-onalarga yuzlanmoqchiman. Albatta, har bir ota-ona shuni o'qib chiqishini xohlardim. Bilamiz, bizda shunaqa odat borki, men o'zim ko'p guvohi bo'lganman. Ota-onalar farzandini ajratadi. Haqiqatan ajratadi. Qaysiriga ko'proq mehr qo'yadi, qaysiriga mehr bermaydi, faqat tanbeh eshittiradi. Qaysidir o'g'liga misol uchun omad kulib boqqan bo'lsa, Alloh omadini bergan bo'lsa, qaysidir o'g'lining ishi o'xshamayotgan bo'lsa, sen bunaqasan, sen hech bir anaqa bo'lmading deydigan shunaqa g'alati tushunchalar bor. Bu kitobni o'qisanglar, albatta o'zingizlarga bir nimadir olasizlar. Va shu farzandlar maktabda o'qiyotgan ota-onalar bo'lsa, albatta o'qib chiqinglar. Sizlarga juda ham kerakli narsalar bor. Hech qachon farzandinglarni ajratmanglar. Qaysidir farzandinglar yaxshi o'qimayaptimi? Bo'ldi. Unga boshqacha munosabat bo'lish kerak. Urushib, nimaga unaqa qilyapsan? Nimaga bunaqa qilyapsan? Yo'q, unaqa shirin gap bilan, o'g'lim, sendan yaxshi natijalar kutamiz. O'g'lim, sen bizani g'ururimizsan. Sendan shunaqa ishonamiz deb yaxshi gapirib, taqqoslamaslik kerak. Akangni qara, seningni qara. Sen qanaqasan degan gaplarni umuman olib tashlash kerak va o'zi qiziqqan narsasiga berish kerak. Misol uchun qaysidir narsaga qiziqyaptimi, undan mahrum qilmang bolani. Bering, o'zi qiziqyaptimi? Misol uchun bolangiz maktabdan to'g'ri olib kelsa, o'g'lim, malades to'g'ri olibsan, shuni 5 qilishing kerak endi. Harakat qilinglar. Yaxshi gap bilan tarbiya berib, eng muhimi mehr berish kerak. Mana shu bu qahramonga mehr yetishmagan, tushunasizlar? Onani mehr yetishmagan. Ona hayolida men to'g'ri qilyapman, ertaga menga rahmat deydi deb o'ylagan, lekin buni bolani ruhiyatiga qattiq ta'sir qilgan. Misol uchun ota-onalar farzandini ajratgandan keyin ertaga o'zi bilmaydi, shunaqa xato qilib qo'yaptiki, ana ertaga misol uchun aka-ukani bir-biriga teskari qilib qo'yadi. Haligi ajratilgan farzand har doim oldida akasini yaxshi ko'rgandan keyin akasiga nafrat uyg'onadi. Nimaga akam yaxshi ko'radi, onam meni yaxshi ko'rmaydi deydi. Ko'p gapirib o'tirmayman, fikrlarim juda ham ko'p, video uzun bo'lib ketadi. Kitobning nomi Fotimaning bolasi. Albatta o'qib ko'ringlar, sizlarga tavsiya qilaman. Xosrat bo'lmanglar. Juda asabiylashib gapiribman, chunki kitobni yaqinda o'qib bo'lganim uchun o'sha atmosferada qolib ketibman-da, men bolachaga juda qattiq anaqa menga ta'sir qildi. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar.